Mana hozir 5-yanvar 2026-yil Antaliyaning Alanya tumani elchisi portakal shunday daraxtlarda turadi, hech kim olmaydi. Bu yer yozda juda ham gavjum joy bo'lar ekan. Ya'ni turistlar ko'p, inglizlar, germaniyaliklar ko'p kelar ekan, yevropaliklar ya'ni. Mana dengiz, mana shu yerlarda oralab dengizga ketadi. Hozir men ham birozdan ishlarimni nima qilib olib sohilga borib o'tiraman. Bugun dam kunim. Odam kam, tinchgina. O'zbeklar kam. Bitta-ikkita ko'rdim. O'zbekda yozda ko'payib ketsa kerak. Ishga keladi ular ham. Bu yerda mehmonxonalar ko'p ekan. Sauna, keyin massaj qiladigan joylarga o'sha Qirg'iziston, Turkmaniston nimalardan odamlar ko'p kelar ekan, Qozog'istondan. Ishchilar. Mehmonxona. Bomboş.